Hurmatli qadrdon ustozlar, sizlardan 1 oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Sizlarni ushbu bayram sharafi bilan yangidan-yangi muvaffaqiyatlar, ijobiy o'zgarishlar va omad yor bo'lishini astoydil tilab qolamiz. Xonadoningizda fayz va baraka, barkamol avlodni voyaga yetkazishda, ezgu ishlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Zahmatkash yurtdoshlar, mehribon ustoz va murabbiylar. Ushbu kun munosabati bilan barchangizni samimiy muborakbod etamiz. Ta'lim, tarbiya sohasida jonajon yurtimiz ravnaqi uchun yuksak salohiyatli kadrlarni tayyorlashdek savobli, shu bilan birga og'ir mehnat yo'lingizda muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Qadrli ustozlar, sizlarni 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan chin ko'nglimizdan samimiy tabriklab, oilangizda har doim fayz va baraka, salomatlik, tinchlik va xotirjamlik hukmron bo'lishida tilakdoshmiz. Chehrangizni quvonch va tabassum tark etmasin. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Muhtaram o'qituvchilar, aziz ustozlar. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar munosabati bilan sizlarga chin qalbimizdan oilaviy baxt, farovon hayot, ishingizda muvaffaqiyat va bardavomlik tilab qolamiz. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshilik nuri taralib turar sizdan. Rozi bo'ling bergan ta'limingizdan. Bugun siz uchun kuy qo'shiq so'zlar. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida torman ustozim. Dunyodagi eng aziz inson o'zingiz. Aslo g'am ko'rmasin yuzi ko'zingiz, har bir aytgan o'g'il dono so'zingiz.